Chorva Meksu baliq fermeri obunachilari, bugun biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Hasan Qo'rg'onchi qishlog'i Doston akaning xonadonlariga kelganmiz. Videoni ko'rishdan oldin obuna tugmasini bosib, baliqqa qiziqadigan yaqin do'stingizni jo'natib qo'ying. Endi sekin Doston akaning uylariga kiramiz. Qani falon qilaysiz? Alaykum assalom. Assalomu alaykum Doston aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimisiz? Bugun Honda mehmon bo'lib keldik. Ko'pchilik obunachilarimiz so'ragandi ilon balig'i haqida. Yaxshi bo'ldi. Rahmat aka. Hurmatli obunachilar, bugun biz kamroq gapiramiz. Mikrofonni Doston akaning o'ziga beramiz. Assalomu alaykum. Hurmatli akamizni obunachilari. Rahmat, shunchalik hurmatli kelibsizlar. Aka, savollaringiz bo'lsa beraverasiz aka. Baliqlarimiz xudo xolasa sotuvni boshladi aka. Savol emas, obunachilarimiz savol bergan. Ilon balig'i haqida qanaqa boqiladi, qanaqa boqish kerak? Endi sizdan maslahat olish kerak aka, obunachilarimiz. Ha, bo'ldi aka. Bo'lmasa bir qator ko'rsatib ketaylik, kichkinalardan boshlaylik ko'rsatishni. Bu yerda necha grammdan necha grammgacha aka? Xo'p, aka bu yerda 200 grammdan 708 kilogacha bor. 708 grammgacha bor. 708 gramm. Ha, biz buni aka sartarovka qilamiz. O'zi aslida bu yerda 200 grammdan 6 kilogacha baliq chiqqan bu yerda. Bu yerda biz o'sha matishnilarni ajratamiz aka, boqilaydiganni ajratamiz. Ichida defekti borlarni ajratamiz. Mana bu yerda ajratib qo'yganmiz. Defekti borlar alohida borlar ajratiladi. Shu yerda endi iloji boricha shu obunachilarimizga kelgan klientlarga eng tozasini beramiz. Shunaqa aka. Mana bu yerda ajratganimizdan уже olib ketishdi klientlarimiz. Masalan, mana shu qoldi. Ushbu qilganimiz yo'q hozir aka. Chunki haligi keladi, sotiladi, ketadi bir kunda. Kecha 1,5 tonna chiqqan baliq. Уже 500-600 kilo baliq qoldi aka. Bugun kechgacha bu ham tugadi. Xudo xolasa bugun tugatib yuboramiz deb turibmiz aka. Endi bu basseynimizda qanaqalari bor do'stlar? Bu yerda aka 1 kilodan 6 kilogacha bor. 1 kilodan 6. Bu yerda ham hozir ertalabda shu 400-500 kilo bor edi. Menimcha shu 100 kilo 70-80 kilo atrofida qoldi aka. Yaqinroq ko'rsatib yuborsiz agar iloji bo'lsa. Bularimiz hovuzga tashaladigan bo'lsa tayyorlik matchlar ekanda, ko'payib ketaveradigan. Ha, aka endi sizlar bu sohaga menimcha yangiroqsizlar. Ha, shu sohani yoritib beryapsizlar, qiziqib aka, sizlarga ham rahmat. Biz ko'proq Telegram bilan YouTube'da ishlaymiz. Bizni taniganlar biladi. Alangalik salom. Xo'p, aka, endi sizlarda savol kam bo'lishi mumkin. Ko'proq o'zim savol berib, o'zim javob berib ketaman aka. Ha. Xo'p. Ko'pchilikda savol bo'ladi, qanaqasini boqqan ma'qul degan savol bo'ladi aka. Xo'p, akalar, pulingiz bo'lsa, joyingiz bo'lsa, shu eng kichkinasi 300-400-500 gramm atrofida tashlab boqsangiz, u naq siz ko'zingizga ko'rinib turgan baliq u. Matchni bollash 50-50. Masalan, biz erkak ayol qilib juftlab beramiz, lekin aka ko'payishi endi rizq Allohdan. Aka, lekin bu ko'payib, xudo berib ko'payib qolsa, anchagina daromad qilsa bo'ladi. O'sha eplab bolasini chiroyli katta qilib olsa aka, o'zimiz yordam qilamiz degan sabab konsultatsiya beramiz. Telegram kanalimiz bor. Ilon baliq va Dafina degan YouTube kanalimiz bor. O'sha Dostonbek kanalimiz Ilon baliq va Biagoms chiqadi. O'zi men obunachilarimiz Telegram gruppaga ulansa, o'sha yerda ko'proq ma'lumot oladi. Telegram kanalimizda ma'lumot bor aka, o'zlaringiznikini ham, biznikini ham qo'yib qo'yasiz, kommentariy tepaga belgilab qo'yasiz aka. Ilon baliq 3ta 7 kuchukcha bilan chiqadi. Xo'p. Doston aka, bizga ko'p obunachilarimiz kommentariyalarda yozgan. Ko'pchilik buni ko'paytirishga qiziqyapti-da. Hovuzda nechigina qilishimiz kerak, chuqurligi qancha bo'lishi kerak deb savol berishdi. Aka, joy qancha katta bo'lsa shuncha yaxshi. Eng minimalisini aytib o'taylik. Endi minimalisi aka 5 ga 4. 5 ga 4, ha. Endi aka 5 ga 4 da ham lekin katta daromad bo'lmaydi aka. O'zi misol qiziqishga ehtiyoj uchun. Daromad qilish uchun kamida 1 sotik bo'lish kerak. 1 sotik. 1 sotik joyga matishnidan aka 10-15 jupgacha tashlayveradi. Boqilaydigan tovarni go'shtga boqaman, daromad qilaman deydigan bo'lsa, o'sha 300-400 gramm atrofidagidan 1000 donagacha boqsa bo'ladi. O'sha 1 sotikka. Ha, endi aka eng qiziq bo'lgan savollardan suvni
ko'p gapiryaptimi? Hali o'zimizda ko'p savollar bo'lganicha javob berib ketaman. Suvni necha kunda almashtiramiz degan savol juda ko'p bo'ladi aka. Sizlarda ham bo'lsa kerak. Aka, bu odamning o'ziga bog'liq. O'zini qo'pol aytganda parasatiga bog'liq aka. O'zimiz sevadi aytganda. Chiroyli qilib aka go'shtlarni akkuratni qilib yuvib aka, qonni bilan tashlamasdan akkuratni ishlasa aka, misol uchun siz 3 kunda almashtirsangiz, lekin 15 kunda almashtirish mumkin o'sha suvni. Keyin suvni ham aka, o'sha aytib ketay, suvni ham erta tongda. Erta tongda, nimaga erta tongda? Biz bu suv qamalgan suv bo'lgani uchun aka bu quyoshda ilib qoladi suv. Ilib qolganning hisobiga tashqaridagi oqib turgan suvdan buni gradusi farq qilishi issiq bo'ladi aka. 7-8 gradus farq qilib qoladi. Shu kechasi bilan soviydi-da aka. Keyin bomdoddan keyin bu kechasi bilan sovib turib tashqaridagi suvni gradusi bilan yaqinlashib qoladi. O'sha paytda uni ham birdaniga hammasini 100% chiqarib tashlab kirgizilmaydi suvni. Misol uchun yarmi 50% chiqib ketdi. Keyin ba'zida yangi suv tashlanib turib, keyin ba'zida bu eski suvni chiqarib yuboriladi. Obunachilarimiz juda ko'p so'ragan. Ha, ko'p savol bo'ladi bizda. Xo'p, yana nima aka? Ko'pchilik yana so'radi, nima bilan boqish mumkin deb. Ha, aka, endi kimlar krevetka deydi, chilon deydi, qurbaqa deydi, baliq deydi. Aka, bular eng ommabop usulini aytib. Ha, endi aka bular to'g'ri, suvdagi jamiki uni aka kim qaydan topib beradi o'shancha narsani? O'shancha mahsulot. Asosiy tovuq jigar. Asosiy naqi. O'sha zavodlarda 3000 so'm, 2000 so'm atrofida bo'ladi. Hozir kimdir yozadi, tovuq jigar 10 ming, 10 ming bozorda 10 ming aka. Zavodda arzon, o'zi so'yadigan qushxonalarida. O'rtacha endi necha kilo yeb, necha kilo bo'lishi mumkin degan savol berishingiz mumkin menga. 300-400 gram misol baliq tashlab boqadigan bo'lsangiz aka, o'sha 2 kilo bo'lish uchun sizni hovuzingizda 3 kilo yeb 2 kilo bo'lishi mumkin. Meni hovuzimda 5 kilo yeb 2 kilo bo'lishi mumkin. Siz muhitga bog'liq aka, sharoitga bog'liq, siz suvingizga bog'liq aka. Omadingizga bog'liq. To'g'risida, uni mononcha yeydi, shuncha kilo bo'ladigan joyi yo'q. Yana savol bor, hovuzdagi suvning gradusi necha bo'lishi kerak? Nechidan nechigacha bo'ladi? Nechidan tushib ketmasligi kerak, nechidan ko'tarilib ketmasligi kerak? Endi aka, misol suv ob-havoga moslab siz suvni kontrol qila olmaysiz. Birinchi o'rinda suv siz kontrol qila olmaysiz. Oziqlanish uchun necha gradus bo'lishi kerak desa, o'sha to'g'ri javob bo'ladi. 20 gradus o'tgandan keyin oziqlanish boshlaydi. 26 dan 25 dan 30 gacha ikralash boshlaydi. Ikralash boshlaydi. Keyin joyida ham aka tayyorlashda Telegram kanaliga o'tib olsa, o'sha yerda endi hozir tushuntirish qiyin. Aka videolar bor, kunlik videolar bor aka, bilasizlar o'zlaring. Etap qilinish jarayonlari bor aka, o'sha qanaqa joylar tayyorlashlari bor. Qo'shilish bo'lsa, qo'ldan kelgancha, Alloh qadr qilgancha aka o'rgatamiz. Xo'p, endi mana hovuz qildi. Hop. Suv to'ldirdi. Ko'paytirmoqchi. Qaysi paytda tashlagan ma'qul? Hozir sezonda aka. Hozir sezon. Xo'p. Endi siz qaysi oyda bolash mumkin degan savol bo'lishi mumkin sizda. Xo'p. May oyidan sentyabr oyigacha bolalash mumkin. Bolamashi ham mumkin. To'g'ri, endi Xudodan buyuradi. Faqat aka bolalaydi 100% buncha bo'ladi deb faqat foydani o'ylab qolmash kerak-da. Sizning sharoitingiz. Biz aka buni to'g'risi hali qo'pol aytganda majburlayapmiz-da. Bu o'sha tabiiy sharoitda ko'payadigan baliqda biz uy sharoitida kichkina joyda aka ko'paytiryapmiz aka. 3 martagacha bolalash mumkin sezonda. Lekin aksariyat 2 marta bolalaydi. 3 martagacha bolalashi ham mumkin. Xo'p, keyin hovuzda обязательно matishni tashlagandan keyin dafniya bo'lishi shart. Dafniya bo'lishi kerak. O'sha aka men yoritib bergan bo'lsam kerak menimcha shu. Yana ko'p so'rayapsiz, dafniya nimaga kerak deb. Ha, ilon baliqda lichinkasi ochib chiqqandan keyin kimlardir hali ustidagi shilimshig'ini